Meyli bu dünyada, meyli ölgende senin yakından sıkıdığın bir insan çıkmaz mı? Kazı vicdanın bilen, kazı gururun bilen bu işini kıldım. Casus diyen kelime yamanlıkның sırlarının ilgisi diyen ma'ni ifade etdi. Yani yaman bir xavf etkenildiğin bir adamni endişki saladigan bir xabarning ilgisi degan ma'noni arabchada buni ifodalaydi. Buning hukmi islom dinida casusning hukmi nima? Bu casus bo'lgan odamni qanday chora ko'rilish kerak degan vaqtida tutildi, muttafaqun alayh, bütün icma kelgan masala islom ummati, ya'ni islom ulamolari Qur'on va hadisning hukmi bilan asoslanib turib, bu harom. Yani islom dinida haromdan cho'ng bir binasi yo'q. Yani nima deydi? Yani kim deydigan shu qilib qolsa deydi. Ammo undan yo'g'on bir binasi yo'q degani. Harom degani shu harom. Hiçbir inson shaklanib qolmadi, hiçbir olim shaklanib qolmadi. Bu qiliqning hukmining nima ekanligiga to'xtalsak, bu harom. Onasini olganmi harom dedi. Onasini nikoh qilishmi harom? Qizini nikoh qilishmi harom dedi. Endi undan boshqa cho'ng bir narsa deyilmaymiz. İslam dedi, bu haram dedi. Bu şu o'xshash harom. Endi bu musulmonlarning ziyniga josuslik qilish degan gap nima degan gap desak, bu yerda 4 narsani ifodalaydi. 4 narsani. Bir inson, ya'ni ikki insonning orlig'idan to'rlab turgan bu maxluq musulmonlarning ziyniga qubab bu josuslik qilgan bo'lsa, bu nima ish qildi endi bu desak, birinchidan dinga xiyonat qildi. O'zining bu islom diniga xiyonat qilgan xoin bo'ladi. Xoinlik qilgan bo'ladi. Bu. Ikkinchidan musulmonlarga jang e'lon qildim degani bu. Musulmonlarga jang e'lon qilyapman degani. Üçüncüden musulmonlarning ustidan faqat mening tugimas, yani adavatim var. Musulmonga qiladigan zinini men qilmoqchi deb beradicha maydonni biri degan gap. Endi 4-dan kofirga, ya'ni islomning, musulmonlarning, Allah'ning düşmanı bo'lgan bu kofir bilan yordamlashish degan gap. Musulmonlarning ziniga bu josuslik qilgan bu inson, bu maxluq bido'lan şu qilmish bir harfi bilan 4 jinoyatni, 4 gunoh kabirani qanaqa bo'ldi? Ishlagan bo'ldi. Islomda ba'zi gunoh sag'iralar bo'ladi, ba'zi gunoh kabiralar bo'ladi, ammo bu bir josuslik qilgan musulmonlarning ziniga bir josuslik harakatini qilgan odam 4 xil jinoyatni ishlagan bo'ladi. Bu 4 xil jinoyatning hammasi nima? Gunoh kabiraning ichidan chiqqan. Gunoh kabira deyiladi. Bu gunoh kabiraga har biriga ayrim islom dinida kesilgan nima bo'l jazo bor. Ijro qilingan jazo bor. Buning 4 xil gunoh kabirini qilgan inson yo bu dunyoda jazosini tortadi, yoki bu dunyoda tortmay qolib qolsa, bu qiyomat kunisi hamma inson, qancha inson ziyon yetgan bo'lsa, ziyon yetkazgan bo'lsa, hammasi bir gerilik olib bo'ladi. Hammasi qilib gerilik oladi. Yani qiyomat kunisi shitas deyilgan. Shitas deyilgan. Endi bunda Allah Teala nima deydi bu Qur'oni Karimda bu haqda nima deydi deganda, Allah Teala xitob qilib musulmonlarga, mu'minlarga deydiki: "Ya eyyuhallazina amanu la takhunulloha va rasula
ve tehunu emanatikum ve entum ta'lemun. Hey iman keltirganlar, men musulmon deb musulmonlikni da'vo qilayotganlar, sizlar Allohga va payg'ambarga xiyonat qilmanglar. Ya'ni islom diniga xiyonat qilmanglar. Sizlar o'zlaringlarning omonatlaringlarni qarshi bir kofirga, ya'ni dushmanga bir bunday xiyonatni qilmanglar. Sizlar va antum ta'lamun. Va bu xiyonatning naqadar rezil ishligini siz obdan bilasizlar. Bu jinoyatda qandoq jinoyat ekanligini sizlar bilasizlar. Bilib turib sizlar manda ishlarni qilmanglar sizlar deb Alloh taolo bu xitobni qiladi. Lekin Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir hadis shunday deb xitob qiladiki: "Ya ma'shara man amana bi lisanihi va lam yadkhulil iman fi qalbihi la taghtabul muslimin va la tattabi'u awratihim fa innahu man yattabi' awratihim yatba'u Allahu 'awratahu wa man yattabi' Allahu 'awratahu yufdhihu fi baytihi." Ravah Abu Davud. Deydi ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, hey, özünün tili bilen ben Müslüman oldum de, görüle, o iman diliga hiçbir tesir kılmagan, ağzı dep buyap, diliga iman tesir kılmagan cemaat, bu cemaat şuna hitap kılıp dağıtılır. Sizler Müslümanların gıybetini kılmanlar, güzellik apırıp, Müslümanların gıybetini kılıp, sizler cümleler. Ulanın evretini, yani ulanın eyiplerini sizler altı küçmenler. Ulanın piygi küçmenler sizler. Kandak bir adam Müslümanların eyibini tepşik için onun piygi küçünüken, Allah onun piygi küçünü. Müslümanların piygi düşken bu məxluqla piygi Allah küçünü. Allah Teala eğer bir insanın piygi çıkıp kalsa, onun özünün ögü bugün olası mı, özünün uyunun işi de olası mı, onu resva kıladı deydi. Resva kıladı da. Bu resvalıkın çok resvalık nerede? Resva olgan gel. Dünyada bunun resva oldu, bunun ahirette takım resva olgan gel. Resva olgan kutulgan iş yok. Hem insanlar kanaydın alırgan gel. Bu iş ters olur. Bir sesik canlı bakanmaya, bir sesik canlı bakanmay, muş iş çıkan bu məxluqla Allah Teala piygi düşürdü yengem. Allah piygi düşürdü yengem, hem de küçük nesiniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yana bir hadiste şuna dedi ki: وَمَنْ اِسْتَمَعَ اِلَى حَد۪يثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ اَوْ يَفِرُّونَ مِنْهُ صُبَّ فِي اُذُنِهِ الْآنَكْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ dedi. Kandak bir adam, bir halklarının, bir kavmin dedi. Meyli Müslüman olsun, meyli Çin olsun dedi. Amin. Bir insanların gibini tanışmak için kuluğunu sağlam olsa, yani bunun ahvalini ilerleş için bir halkın gibini bir anlayda kuluğunu optan silip, bu gepni apırıp bir yerin yetkizip koyuş maqsadida veya ki bununki maqsiyetligini kuluğu keltirish niyeti bilan mushunda bir niyet qilib kuluğunu sağlam olsa, o insanni, o alaka gaplashayotgan insonlar yomon ko'rib, mush adam anlatganmas bo'ladi degan bu şekilde kuluğunu sağlam olsa, Allah Teala qanday qildi dedi. Bu yani kıyamet günüsü o kişinin kuluğuna qo'g'ishimni eritib kuchidi dedi. Qo'g'ishimni eritib, yani rasos. Qo'g'ishimni eritib, simbat qilib, eritib, onun qiziq shu altida onun kuluğuna kıyamet günü kuchimi dedi. Kıyamet günü buna kuchiladi. Sen nima deb haqninki gapini tingshaysa, sen nima deb haqninki
mahfiyatini egallaysa, buni egallab nima uchun haqqa yetkazilsa deb Alloh taolo qanday qiladi? Bu intiqomni mushtariqada oladi degan. Oldi. Undan keyin ana Qur'oni Karimda yana bir oyatni bunda muzokara qilish bilan ham nimamizni, suhbatimizni xulosalaymiz inshaalloh. So'zimizni xulosalaymiz. Auzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilayhim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtigha'a mardati tusirruna ilayhim bil mawaddah wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum wa man yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'a as-sabil إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير صدق الله العظيم. Yuqorida o'qilgan oyat karimalarga sababi nuzulini anlaganimizdan keyin ham buni bir tarjima qilib bilishimiz uchun muzokaralarsak yaxshi tushunishga yaxshi sababchi bo'ladi. Inshaalloh bu oyat tushishdan oldida bir voqealikning ustida, ya'ni bir ish yuz bergan, shu yuz bergan ishning ustida bu oyat tushgan. Bu ish nima ishdi deganda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'zining sahobalari bilan Makkani fath qilishni planlab, ya'ni askarlarni, musulmonlarning askarlarini uyushtirib, naq qilib otlangan vaqtida bir Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bir xabar keldi. Bu xabar qanday bo'ldi? Bir josuslikninki o'rinlashtirilgan, ya'ni bir Makkalikka hujur evatilgandan keyin bu xabar yetildi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga. Yetilgandan keyin Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shu bilan tizdim tutish qilib bu bir xatninki, ya'ni dushmanlarga ya kofirlarga evatilganligi xabari kelganligi uchun Payg'ambar sollallohu buni jiddiy tutish qilib, bunga Ali roziyallohu ta'ala anhuni, Zubayr roziyallohu anhuni, Miqdod ibn Aswad roziyallohu anhudan iborat 3-4 kishilik qo'shinni evatidi. Darhol bu xatni qo'lga tushirib kelish kerak. Xalq degan ismli bir bog'choqning ichida sen bir ayolni topsa, bu ayoldan bu xatni topshirib olishing lozim. Ba'zi yaxshilikchi, ba'zi darhol qaytirib aytgan. Agar u ayol u xatni bergani unimasa, kallasini ilib etgan ayolni deb bo'lsin. Deydanda Ali roziyallohu anhu bu kitob bu rivoyat qilib, Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadisda Ali roziyallohu anhu rivoyat qildi. Ali roziyallohu anhu shunday deydi: "Meni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va Zubayr va Miqdod ibn Aswad bularni dedi. Sizlar avatdi dedi shayga. Evet, shunday dediki Peygamber alayhisalom, sizlar beringlar. Shu boqqa yetib borgan vaqtida shu yerda bir ayol bilan bir xat bor. Bu xatni-chi darhol elib olgan ayoldan dedi. Degandan keyin biz hatto otlarimizni itdik choptirib degandek biz ashaga bordik dedi. Rasululloh ko'rsatgan yerga darhol yetib keldik. Yetib kelgandan keyin bu ayolni qo'lga tushirdik. Dedik dedi. Sen hali xatni darhol chiqar dedi.
Degende bu ayol dediki, men bilan xat yo'q dedi-da, inkor qildi. Inkor qilib, tandı. Men bilan xat yo'q, hech bir ish yo'q menda, men bilan. To'g'andan keyin dedik deydi. La tukhrijannal kitaba aw lanulqiyanna thiyab. Sen çokum ya xatni chiqarsa, ya bütün kiyim-kechigingni yalang'ashlaymiz seni dedi. Ana yana bir rivoyatda kalloni elitimiz dedi. Degandan keyin bu ayol shu bilan bularninki pozitsiyasiga qarablam, shu yerda bo'ldi. Menda mana kitob xatni shu deb o'zining chechining qetiga, o'rimi chechining qetiga chigib mujinda qattiq bo'g'ib olgan ekan, shu yerdan chiqarib berdi dedi. Bergandan keyin Ali roziyallohu anhu bu xatni olib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qishiga olib keldi. Kelgandan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ichib bu xatni o'qisa, Turaylarningki ismi bilan yozilgan xat bo'lib, hozir Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qo'shin boshlab Mekkani fath qilmoqda, siz diqqat qilinglar hozir, qo'shin miyadin miyakagchilik, sizlar biroz diqqat qilinglar degan bu xatni o'qiblar. Shu kishini chaqirib aytib, to'g'izib qo'yib, nima ish bu? Nima qilib bu? Deganda bu lag'ildab titraydi ekan. Böyle lag'ildab titrab, "Ya Rasululloh, men endi uni qilib ekanman, buni qilib ekanman, bolalarım bor ekan, urug' tuqqanlarim bor ekan, boshqa bir niyatim yo'qda, bunda degan shu paytda Alloh taolo Ma'la oyatni tushirdi. Ma tuvandek oyat nozil bo'ldi. Qanday deganda Alloh xitob qilib dediki, "Hey mu'minlar, hey iymon keltirdim deb musulmonlikni da'vo qilayotgan mu'minlar, la tattakhizu aduwwi va aduwwakum awliya tulquna ilayhim bil mawadda." Sizlar mening dushmanimni va o'zinglarning dushmanini avliyo ittifoq qilib olmanglar. U sizlarga asqatmaydi u. Avliyo ittifoq qilmanglar. Bunda ishlar qilmanglar sizlar. Sizlarga kelgan Qur'oni Karimga kofir bo'lgan tursa Alloh. Ya'ni payg'ambarga kofir, sizlarning e'tiqod qilayotgan dininglarga kofir bo'lgan, tangan bu insonlarga qanday sizlar buni avliyo ittifoq qilib olasizlar? Avliyo bu avliyo darajasiga ko'rib olasizlar, buni do'st ittifoq qilasizlar. Bu ishni qilmanglar. Buni qilgan ishim bu. Bular texning ustiga payg'ambarnimi va sizlarnimi yutumlardan xotirjam tug'ilib qo'ymay qo'llab chiqarayotgan haq bo'lsa, sizlarning faqat Allohga, sizlarning Rabbinglarga iymon keltirgan sabab tufaylidan sizlarning xotirjam yutumlarni yoshig'ini qo'ymagan bir insonlarga sizlar mushunda harakatlarni qilamsizlar. Mushu bir ishmi? Agar sizlar mening yo'limda deydi, Alloh rizoligi uchun umid qilib siz chiqqan bo'lsanglar, sizlar manda ishlarni hargiz qilg'ichi bo'lmanglar. Sizlar bir do'stlik bilan ularga o'shirin saqlab, do'stlikni o'shirin saqlab ishinglar. Bunda harakatlarni qilmanglar. Va ana a'lamu bima akhfaytum va ma a'lantum. Men bilib turaman sizlarning maxfiy qilganinglarni bilaman, oshkora qilganinglarni bilaman. Har bir qanday bir ish qildi kelsa, men uni obdan kontrol qilib turaman. Uni obdan o'qib turaman. Bu ishni qilmanglar. Va may yaf'alhu minkum faqad dalla sawa'a as-sabil. Va may yaf'al deb qo'yinglar. Mayli kim bo'lsin g'oyib yana. May yaf'alhu qanday bir kishiki bunday qiliqni qiladi ekan, sizlarning ichidan faqad dalla sawa'a as-sabil, ya'ni to'g'ri yo'ldan ozashgan bo'ladi. Xato yo'lga minib qolgan bo'ladi. Diqqat qilinglar. Manda ishni qilg'uchi bo'lmanglar. Sizlarning qilgan ishinglar emas bu. Ya'ni musulmonning qilgan ishi emas. Ya'ni boshqa bir maxluqning qilgan ishi. Yuqori degandik. Bu normal bir insonning qilgan ishi emas. Buni qilmanglar deb Alloh taolo nayt siliq shaklda yana qanday qildi? Bunga tushuncha berdi.
İyyeskafukum yekunu lekum a'da. Eğer sizning ustingizdan g'olib kelib, sizni qo'lga tushirib olsa, sizga dushman bo'ladi ular. Uni bilmaysizlar sizlar. Dushman ular. Sizga qanday qiladi? Qo'llarini ustida sizning jedonini oldiga odamlar ular. Ha? Toz to'qmoqlaydigan odamlar ular. Sizni tutib olsa, sizning jedonini, ya'ni temirning jedonini juda qilib qo'ydigan odamlar ular. Yana to'qmoqlaydigan odamlar ular. Uni uqmamsizlar sizlar. Diqqat qilinglar. Bunda ishlama qilgan ishmi? Deyapti Alloh taolo. Ve elsinetehum bis-su, yani yamanlık bilen nahayet qattiq sizning xapulaydigan, yomon ko'radigan so'zlarni sizlarni tillarni qanday qiladi? Sizlarga uztudi ular. Deb shuni deydi. Yana vavattu law takfurun, sizlar bu diningizdan adajda bo'lishingiz davomli orzu qilgan do'stlik odamlar ular. Yani sizlarni to'qmoqlaydigan, sizning jiningni tiningizdan adajda qilib qo'ydigan va yana sizning diningizda bir xotirjam bir yashashimni demaydigan, diningizdan chiqarib ketishni, sizning dindan chiqarib ketadigan, mushuni davomli orzu qilgan, mushunda odamlar tursa, nima deb bu ishni qilishini sizlar diqqat qilinglar. Deydi. Endi siz xiyol chaqlamangan mening ruh tuqqanlarim bordi, endi tuqqanlarim bo'pti ekan, endi u ekan, bu ekan deganga qilmanglar. Unda o sebep bulanmaydı dedi. Lem tenfa'akum arhamukum. Sizin ruh tuqqanlarınız sizge menfaat yetkizemeydi. Hiç menfaat yetkizemeydi sizge. Sizin ballarınız mı, evlatlarınız mı menfaat yetkizemeydi. Kıyamet günüsü ağrınızı başka ağrı bitirir. Siz başka, ruh tuqqanlarınız başka. O başka. Sizin canınızga, siz yüzünüzün kılmış hareketleriniz, sizin bu işini siz kıldınız, o günüse, o sizge kapılık gelgen günüse, kıyamet günüse, o sizge bir menfaat yetkisi uyak tutulsun, yüzünün canı bilen kalıp o. Sizge hiç menfaat yetkizemeydi o. O günüse, sizin bu kılgan emelleriniz aldığınızda çıkıdı, yani kıyamet günüse, dikkat kılışınız gerek. Gün var bir yerde, hesap var, soru var bu işin dedi. Vallahu bima ta'maluna basir. Allah Teala kılıvatkan işlerini hemmene qanday qildi? Ko'ribdi. Az qilib qo'ydi. Kontrol qilib ko'ribdi. Unda bo'lgan ekan, diqqat qilish kerak. Musulmon diqqat qilish kerak. Musulmon diqqat qilish kerak. Musulmonga Allohning buyrug'i bu, islom dinidagi josuslikning hukmi yuqori deyilganimiz kerak. Bir normal insan kılgan bir işimi emez, yukarı diyebilgenimizde bütün Uygur Müslümanlarını, Uygurlarını bir aram kıldı bu mesele. Ondan ötep, ondan teşe bütün dünyada yaşavatkan Müslümanlarını, Uygurlarını tekrar bir aram kıldı. Endi pek mi bir aram kılgan, alaydı birinci derecede bir aram kılgan, bir aram olgan Müslümanlar. Hani Gollandiya'daki turvatkan Müslümanlar alaydı bir aram bulalık. Yani bunda bir iş bizden bir yer turvatkan insanlardan çıkan iken onun ki kançılık zihnini tekşirip gelsek, hisablap gelsek dep siz bir ziyan, bir numus, bir nefret insanın balısı kılmaydıgan bir iş Müslümanlar asli kılmaydı hem de Müslüman diyor asli kılış doğru emas bir vicdanı var, gururu var. İnsan kılmaydı hem de. Bu iş bu oturga çıktı. İnşallah Allah Teala bu işinki bu kılganlarını yaxşı bir cezalap Gollandiya hükümeti bunu tekşirip etip de anlaşımızca yaxşı tekşirip yaxşı bir cezasını verip insanlığa meyli kim olmasın anlagan anlamagan insanlığa ibret olacak bir yürügüne titret gidek. İkinci kadın bu işine kılay deydiğen insanlar yoktur inşallah. Eğer bağlı olup kalsa yürügü titret bir onda işe yüzlenmeyi bir tövbe kıgıdek. Müşahadet gidek bir ceza verirler inşallah. Bunu kütümüz
anda Allah Teala birincinin Allah Teala bolunun insaf hidayet yani numus kıldırsın hicalet belgisi versin kurgusu versin bu insana bu işini kılgan kılmakçı olan veya ki kılıçını oylavatkan ya ki mecbur olsun meyle ihtiyari olsun kas şekilde bu işini kıpsanmakçı olan veya ki kılıvatkan insanlar bulup kalsa Allah Teala bununla bir insanla gururunu versin ilahi şu yerde kılıvatkan işini bir tövbe kılıp yansın şu kılgan işlerine paş kılıp oturgun meydana çıkıp yüzünü bir aklap edemdek yaşayan nasip olsun. Şu bir gururunu Allah şu versin şu insanlarla. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi rabbil alamin. Esselamu